Assalomu alaykum. Efirda Iqtisod 24. Dastlab sharhlarimiz mavzusi bilan tanishing. O'zbekistonda biznes muhiti yanada yaxshilandi. Aniqrog'i mart oyida ko'rsatkich 8 bandga o'sib, 61 bandni tashkil etdi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ekspertlari doimiy ravishda respublika bo'yicha hududlar kesimida ishbilarmonlik faolligi indeksini baholab bormoqdalar. Natijalar qanday? Ushbu indeks hisobot davrining o'tgan oyiga nisbatan 19% ga ortdi va o'tgan yilning mos davriga nisbatan esa 29,2% ga o'sish qayd etildi. Tovarlarni bojsiz olib kirishning yangi normalari belgilandi. Yangi tartibga ko'ra jismoniy shaxslar uchun bojsiz tovar olib kirish talablari o'zgarmoqda. Xalqaro portal orqali jismoniy shaxslar 1000 AQSh dollarigacha, temir yo'l o'tkazish punktlari orqali esa 500 AQSh dollari, avtomobil yo'llari orqali esa 300 AQSh dollari belgilandi. Iqtisodiy dayjest. Mart oyida mahalliy ommabop avtomobillarning barchasi arzonladi. Bu haqda Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti mutaxassislari xabar berishdi. Iqtisodiy reyting joriy yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston Respublikasida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 120,4 trillion so'mni tashkil etdi. Mazkur haftada Prezident Shavkat Mirziyoyev bir qator ustuvor tarmoqlarda, xususan elektrotexnika, kimyo sanoati hamda investitsiya sohalarida joriy yil birinchi choragida qilingan ishlar va navbatdagi vazifalarga oid taqdimotlar bilan tanishdi. Elektrotexnika mamlakatimiz sanoatining drayverlaridan biri. So'nggi 7 yilda eksport hajmi 7 barobarga o'sgan va geografiyasi 63 ta davlatga yetgan. Joriy yil birinchi choragida tarmoqda ishlab chiqarish hajmi 7 trillion so'mdan oshdi. Qariyb 310 million dollarlik mahsulot eksport qilinib, bu ko'rsatkich 1.3 barobar o'sgan. Shuningdek, kimyo sanoatini diversifikatsiya qilish bo'yicha rejalar ko'rib chiqildi. Ta'kidlanganidek, sohada ishlab chiqarish hajmi 1,5 barobar o'sgan. Joriy yil birinchi choragida tarmoqda 181 million dollarlik investitsiya o'zlashtirilgan. 39 million dollarlik 3 ta loyiha amalga oshirilgan. Ikkinchi chorakda esa 170 million dollarlik xorijiy sarmoya hisobidan yashil vodorod va sian tuzlari korxonalarini ishga tushirish rejalashtirilgan. Albatta, bunday yirik loyihalar katta mablag'ni talab qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, birinchi chorakda 8 milliard 700 million dollardan ziyod xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilgan. Birinchi yarim yillik yakuni bilan 18 milliard dollardan ziyod xorijiy sarmoyalarning turli sohalarga yo'naltirilishi kutilmoqda. Xo'sh, bugungi global iqtisodiy sharoitda ana shunday yirik mablag'ni jalb qilish uchun O'zbekistonning investitsion jozibadorligi yetarli darajadami? Iqtisodiyotimizga bundan-da ko'proq investitsiya kiritish uchun yana qanday imkoniyat, yechim va yondashuvlarni ishga solish darkor? Biz ana shu savollarga javob olish maqsadida studiyaga ekspert taklif qilganmiz. Suhbatdoshim iqtisod fanlari doktori professor Iqboljon Qosimov. Sizni tahlillaringiz ana shu masala bo'yicha. So'nggi yillarda olib borilayotgan jadal islohotlarning natijasi o'laroq O'zbekiston Respublikasiga kirib kelayotgan xorijiy investitsiyalarni ko'lami ham keskin ortib borganini ko'rishimiz mumkin va ushbu investitsiyalar o'z-o'zidan turli xil loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan. O'zbekistonda eksport diversifikatsiyasi indeksini tahlil qiladigan bo'lsak, bu so'nggi 5 yilda anchagina sezilarli darajada ortganini ko'rishimiz mumkin. Xorijiy investitsiyalar turli xil maqsadlarda rivojlanayotgan davlatlarga kirib keladi. Ulardan biri resurslarga yo'naltirilgan investitsiyalar hisoblanadi. Keyingisi bu bozorni qidirib keluvchi investitsiyalar deyiladi, ya'ni bular o'zlariga yangi bozorlarni ochish uchun, kashf qilish uchun kirib kelayotgan investitsiyalar. Uchinchisi esa bu demak ishlab chiqarish ko'lamini orttirish maqsadida kirib kelayotgan investitsiyalar. Bu ya'ni agarda rivojlanayotgan davlatlarda qaysidir bir tovar mahsulotni ishlab chiqarish investorning o'zini davlatidan ko'ra arzonroq bo'lsa va ushbu sohada ishlab chiqarish imkoniyati jozibadorroq bo'lgan holatlarda demak rivojlanayotgan davlatlarga xorijiy investitsiyalar kirib keladi. Demak, ushbu 3 xil yo'nalishdan qaraganimizda ham O'zbekistonni yillar davomida tobora jozibador davlatga aylanib kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari O'zbekiston tashqi savdoda aktiv davlatlardan biriga aylanib borayotganini ham ko'rishimiz mumkin. Hamda yillar davomida O'zbekistonda infratuzilmalarni rivojlanishiga demak berilayotgan e'tibor hamda kiritilayotgan mablag'lar demak xorijiy investitsiyalarni respublikamizda ortishiga demak olib kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana 3 ta yo'nalish bo'yicha investitsiya kirib kelishini aytib o'tdingiz. Oxirgi paytda qaysi yo'nalish bo'yicha bizga sarmoya kirib kelyapti? Oxirgi yillarda aytib o'tishimiz joizki, O'zbekistonda bozor qidirib kirib
kelayotgan investitsiyalarning hajmi tobora ortib bormoqda va undan tashqari ishlab chiqarish samaradorligini orttirishga qaratilgan investitsiyalarni ortib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Yuqorida aytib o'tildi, yarim yillik davomida yana 18 milliard dollardan ziyod xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilishi rejalashtirilgan. Bu juda katta mablag'. Qanday jalb qilinadi? Qaysi sohalarga yo'naltirilgani ko'proq ma'qul bizning iqtisodiyotimiz rivoji uchun? Informatsion texnologiyalar, ya'ni axborot texnologiyalari yo'nalishimiz tobora rivojlanib bormoqda. Undan tashqari kimyo sanoat sohasi va elektrotexnika sohalari ham demak rivojlanib bormoqda. O'zbekiston Markaziy Osiyoda yoki bo'lmasam Yevroosiyo davlatlari qatorida avtomobilsozlik eng rivojlangan davlatlardan biri. Ushbu sohalarga kirib kelayotgan investitsiyalar o'z-o'zidan yuqori qiymatli mahsulot yaratishga yordam beradi va O'zbekistonni demak tashqi savdodagi o'rnini ham tobora mustahkamlab olishiga yordam berishini ko'rishimiz mumkin. Demak, xom ashyodan ko'ra ko'proq tayyor mahsulot ishlab chiqarish va tashqi bozorga chiqarish hozir ustuvor vazifalardan biri bo'lib turibdi. Albatta, prezidentimiz ta'kidlab o'tganidek hamda demak 2030-yilgacha qilingan strategiyamizda ham buni ko'rishimiz mumkin. Xom ashyo mahsulotlarining eksportini kamaytirish va o'zimizda demak yarim tayyor hamda to'liq mahsulotlarni eksportini orttirishga juda ham katta ko'lamli ishlar olib borilmoqda va kirib kelayotgan investitsion loyihalarni ortib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Ko'proq kim intilyapti bizni bozorga kirishga? Asaldan olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston bozoriga ko'plab investitsiyalarning miqdori qo'shni davlatlardan kirib kelganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda demak Rossiya davlatini ko'rishimiz mumkin, Qozog'iston hamda Xitoy davlatini ko'rishimiz mumkin. Lekin so'nggi yillarda Yevropa ittifoqidan va boshqa g'arb davlatlaridan O'zbekistonga bo'lgan qiziqish ortib borayotganini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'zbekistonda biznes muhiti indeksi ketma-ket 2 oy o'sishda davom etdi. Umuman kompaniyalar o'zlarining hozirgi holatidan ancha mamnun. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi respublika bo'yicha tadbirkorlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlar asosida 2025-yilning mart oyidagi biznes muhitining tahliliy natijalarini taqdim etdi. Xususiy sektorning joriy holati va taxminlarini tavsiflovchi biznes muhiti ko'rsatkichi shakllantirildi. Shuningdek, hududlarda ishbilarmonlik faolligi indeksi ham baholandi. Bu boradagi ko'rsatkichlar ham yaxshi. 2025-yil birinchi chorakda mazkur indeks bo'yicha barcha hududlarda o'sish kuzatildi. Lobar Mirsotova ana shu va boshqa ma'lumotlar bilan batafsil tanishtiradi. Markaz ma'lumotida qayd etilishicha, mart oyida biznes muhiti indeksi o'tgan oyga nisbatan 8 bandga o'sib, 61 bandni tashkil etdi. Bu O'zbekistonda biznes muhiti holatining ijobiyligini anglatadi. Shuningdek, biznesning istiqboldagi kutilmalari indeksi 9 bandga o'sib, 77 bandni tashkil etgan. Biznes muhiti indeksini sohalar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, mart oyida eng ijobiy, eng yaxshi o'zgarishni qishloq xo'jaligi ko'rsatgan. Xususan, qishloq xo'jaligida biznes muhiti indeksi 24 bandga yaxshilangan va 69 bandgacha ko'tarilgan. Bunga bir qancha muhim omillar, jumladan qishloq xo'jaligidagi talabning ortganini qayd etgan korxonalar ulushini 7% ga o'sgani va optimistik kayfiyatni 4% ga yaxshilangani sababchi qilib ko'rsatish mumkin. Xizmatlar sohasida ham biznes muhitini yaxshilangani qayd etilgan. Bu ko'rsatkich 6 bandga yaxshilanib 58 bandga yetgan. So'rovnoma natijalariga ko'ra 31% tadbirkor biznesi so'nggi 3 oyda yaxshilanganini, 39% esa mahsulot va xizmatlarga talab ortganini qayd etgan. Bundan tashqari har 5-korxonaning xodimlari soni ko'paygan. Respondentlarning 76% kelgusida biznes holati yanada yaxshilanishini, 8% esa o'z mahsulotlari narxini pasayishini kutayotganligini bildirgan. Tadbirkorlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomada dolzarb muammolar ham so'rab o'tilgan. Sanoatda korxonalarning 13% hali ham moliyalashtirishda qiyinchiliklarga duch kelayotganligini ko'rsatgan bo'lsa, xizmatlar sohasida bu ko'rsatkich oy davomida 10% ga oshgan. Elektr ta'minoti bilan bog'liq vaziyat barqaror. Qishloq xo'jaligida elektr ta'minotidagi to'siqlar 4% ga, qurilishda esa 2% ga kamaygan. Shuningdek, ekspertlar doimiy ravishda respublika bo'yicha ishbilarmonlik faolligi indeksini ham baholab bormoqdalar. O'rganishlarga ko'ra, ko'rsatkich mart oyida 1191 likni tashkil etib, 2025-yil fevral oyiga nisbatan 19% ga, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 29.12% ga sezilarli oshgan. Hududlar kesimida ayniqsa Sirdaryo viloyatida eng yuqori o'sish qayd etildi. Xususan, Sirdaryoda 45.5%, Andijonda 42.8%, Qashqadaryoda 42.2%, Jizzax va Buxoro viloyatlarida 40.1% ni tashkil etdi. Shuningdek, 2025-yil mart oyida banklararo to'lov operatsiyalari soni 5.923.000 tani tashkil etdi va o'tgan oyga nisbatan 3% ga kamaydi.
Respublika tovar xomashyo birjasida asosiy 34 turdagi tovarlar savdosining umumiy aylanmasi hajmi 2025-yil mart oyida 7,4 trillion so'mni tashkil etib, tovar xomashyo birjasidagi faollik oldingi oyga nisbatan 47,8% ga ortdi. Ushbu davr mobaynida 339 ta yangi brendlar ro'yxatga olingan bo'lib, o'tgan oyga nisbatan 3,7% ga kamaygan bo'lsa-da, xo'jalik yurituvchi subyektlarning faolligi 4,6% ga oshgan. Ma'lum qilinishicha, yirik tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi korxonalar soni 642 taga oshgan. Kichik korxonalar soni 2523 taga ko'paygan. Umuman olganda, mazkur yo'nalishlarni tahlil qilish, iqtisodiyotning o'sish yoki pasayish holatini bilishga, sohalardagi muammolarni o'rganish va ularning rivojlanishini oldindan prognoz qilish uchun muhim hisoblanadi. Parlament Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida ko'rib chiqilgan soliq va tadbirkorlik sohasidagi huquqiy munosabatlarni takomillashtirishga oid qonun loyihasi deputatlarning jiddiy munozaralariga sabab bo'ldi. Gap shundaki, mazkur qonun loyihasida soliq sohasidagi huquqbuzarliklar uchun javobgarlikni kuchaytirish, soliqlar va yig'imlarni to'lashdan bo'yin tovlaganlik uchun tegishli choralar ko'rishga doir huquqiy normalar aks etmoqda. Xo'sh, undagi qaysi jihatga deputatlar e'tiroz bildirdi va u nima uchun bahslarga sabab bo'ldi? Jarayonni bevosita kuzatgan muxbirimiz voqelikka batafsil to'xtaladi. Qonun loyihasida byudjet tushumlarining barqarorligini ta'minlash, xufiyona aylanmalar va soliqlarni yashirish holatlariga barham berish, tadbirkorlik subyektlarini sudga qadar va sud muhokamasi davomida yetkazilgan zarar to'liq qoplangan taqdirda javobgarlikdan ozod qilish, shuningdek soliq huquqbuzarligi uchun qo'shimcha hisoblangan mablag'lar tergov organi depozit hisob raqamidan byudjetga o'tkazilgunga qadar penya hisoblamaslik haqidagi normalar aks etmoqda. Bundan tashqari, mulkdorning yer uchastkasi jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilganda mulkning bozor qiymatida to'lab berilgan kompensatsiya miqdorini soliq daromadi tarkibiga kiritmaslik belgilanmoqda. Loyihani moddama-modda ko'rib chiqish vaqtida O'zLiDeP fraksiyasi deputatlari loyihaning birinchi moddasida keltirilgan soxta tadbirkorlik moddasiga e'tiroz bildirdilar. Fraksiya a'zosi soxta tadbirkorlik tushunchasini Jinoyat kodeksidan butunlay chiqarib tashlashni taklif qildi. Jinoyat kodeksining 179-moddasiga kiritilayotgan o'zgartirishga ahamiyat beradigan bo'lsak, ushbu moddaning dispozitsiyasi Jinoyat kodeksidagi firibgarlik va soliq va yig'imlarni to'lashdan bo'yin tovlash borasidagi normalar asosida ham javobgarlikka tortilishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin va sud amaliyotida shunday holatlar ham uchrab turibdi. Biz nazarimizda ushbu modda tadbirkorlik faoliyati uchun qo'shimcha javobgarlikni keltirib chiqaruvchi modda bo'lib qolmoqda. Hurmatli deputatlar, biz taklif beryapmiz, ushbu moddani yangi tartibda qabul qilish emas, umuman Jinoyat kodeksidan olib tashlash. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi esa bu norma soliqlardan qochish holatlarining oldini olish, byudjet tushumlarining to'liqligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidlab, ushbu normani qonun loyihasida qoldirish tarafdori ekanini ma'lum qildi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi fikricha, soxta tadbirkorlikda ta'sischilar o'z nizomida ko'rsatilgan faoliyatni amalga oshirishni emas, balki boshqa maqsadlarni ko'zlab ish yuritishadi va shu tariqa iqtisodiyotga, shuningdek boshqa halol tadbirkorlarning faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va bozorda raqobat muhitining buzilishiga sabab bo'ladi. Shu nuqtai nazardan soxta tadbirkorlikka qo'l urganlarning jinoyati uchun javobgarlikni saqlab qolinishi iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Adolatchilar ham jim turishmadi. Mazkur norma boshqa tadbirkorlik subyektlariga zarar emas, aksincha qo'llab-quvvatlashga, ya'ni bevosita o'z mulki va mablag'i bilan tavakkalchilik asosida faoliyat ko'rsatishga, halol mehnat bilan harakat qilayotgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan mazkur normani qonun loyihasida aks etishga tarafdormiz. Ekologik partiya fraksiyasi a'zosi qo'mitaning taklifini ovozga qo'yishni so'radi. Shundan so'ng majlisda so'z olgan qonun loyihasi tashabbuskorlari liberallar ilgari surgan Jinoyat kodeksidagi 179-modda, ya'ni soxta tadbirkorlik to'g'risidagi moddani chiqarib tashlash taklifiga qo'shilmasligini, mazkur modda chiqarib yuboriladigan taqdirda sud tergov amaliyotida jiddiy muammolar kelib chiqishi mumkinligini ta'kidladilar. Shunday qilib, qonun loyihasi ovozga qo'yildi va ko'pchilik ovozi bilan u qabul qilindi. Parlamentda ko'pchilik o'ringa egalik bu eng yirik fraksiya bo'lish, muhim masalalar bo'yicha qaror qabul qilishda sezilarli darajadagi ustunlik degani, lekin guvohi bo'lganimizdek, har doim ham yetakchi bo'lish ustunlik bermaydi. Eng ko'p deputatlik o'rinlariga ega bo'lish esa ovoz berishda ustunlikni anglatmaydi. Ayniqsa boshqa fraksiyalar o'zaro birlashib yakdil pozitsiyada turganida, har jihatdan mukammal xalqchil qonunlar esa fikrlar, qarashlar xilma-xilligida charxlanadi. Bahslarda takomiliga yetadi. Endilikda ushbu qonun Senat tomonidan ma'qullanishi kerak.
Dunyoda yuz berayotgan iqtisodiy tebranishlar, turli tariflar, savdo cheklovlari bugun global iqtisodiyotga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xalqaro tashkilotlar ma'lumotiga ko'ra, 2025-yilda jahon bozorining savdo hajmi 3,5 trillion dollargacha qisqarishi mumkin. Global inflyatsiya darajasi esa 7,5-8% gacha o'sishi prognoz qilingan. Ushbu sharoitda barcha davlatlar qatori O'zbekistonning ham zanjirli ta'sirlar bilan yuzma-yuz kelishi ehtimoli aniq. Mamlakatimizda iqtisodiy barqarorlikni saqlash, ichki bozorni himoya qilish va mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun teng raqobat sharoitini yaratish maqsadida muayyan chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Vazirlar Mahkamasining ayrim turdagi tovarlarni bojxona chegarasi orqali olib o'tish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan O'zbekistonga shaxsiy ehtiyoj uchun olib kiriladigan tovarlar uchun bojsiz me'yorlar pasaytirilmoqda. Yangi o'zgarishlardan qanday maqsadlar ko'zlangan va bu ichki bozorni himoya qilish uchun xizmat qiladimi? Sohiba Toshqulova o'z sharhida ayni mavzuni tahlil qiladi. Jismoniy shaxslar tomonidan tovarlarni davlat hududiga bojsiz olib kirish tartibi dunyoda turli me'yorlar asosida amalga oshiriladi. Masalan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida jismoniy fuqarolar havo transportida $480, temir yo'l, avto yoki piyoda holatda $330 qiymatidagi tovarlarni bojsiz olib kirishlar mumkin. Turkiyada qaysi turdagi transport bo'lishidan qat'iy nazar $480lik me'yor amal qiladi. Xitoyda bu ko'rsatkich 722, Singapurda esa $500 ga teng. Mamlakatimizda shu kunga qadar shaxsiy ehtiyoj uchun olib kiriladigan tovarlar uchun bojsiz me'yor miqdori $2000 dan $300 gacha belgilangan edi. Ushbu raqamlardan ko'rinadiki, O'zbekistondagi bojsiz olib kirish normalari jahon standartlaridan ancha yuqori. Bundan tashqari, ushbu amaldagi me'yorlar tarmoqli tashmachilik faoliyatiga aylanib, shaxsiy ehtiyoj nomi ostidagi noqonuniy importlarga yo'l ochayotgan edi. Vazirlar Mahkamasining qarori bilan shunday holatlarning oldini olish maqsadida shaxsiy ehtiyoj uchun respublikamizga bojsiz olib kirish mumkin bo'lgan tovarlarning yangi me'yori belgilandi. O'tkazilgan tahlillarga ko'ra, poytaxtimiz, ya'ni Toshkent xalqaro aeroport orqali kirib kelgan yo'lovchilarning 98% bugungi kunda notijorat mahsulotlarda tovarlarni olib kelib, yashil yo'l orqali harakatlanishadi. Ularning tovarlari $1000 yetib bormagan miqdorda kuzatilgan. Shundan kelib chiqib, shaxsiy ehtiyojlar uchun olib kirish normalari qaytadan belgilandi. Bunga ko'ra, xalqaro aeroportlar orqali jismoniy shaxslar $1000 gacha, temir yo'l, o'tkazish punktlari orqali esa $500, avtomobil yo'llari orqali esa $300 deb belgilandi. Ta'kidlash joizki, mazkur qaror bilan avtomobil yo'llarida harakatlangan fuqarolarga normalar o'zgarishsiz qoldirildi. Boj solib kirish normasidan oshiqcha olib kelingan taqdirda qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i hamda import bojxona bojining o'rniga soddalashtirilgan tartibda yagona bojxona to'lovini to'lashlari mumkin. Qaror bilan shuningdek, joriy yil 1-maydan boshlab kuryerlik xizmati orqali yetkazib berish me'yorlariga ham o'zgartirishlar kiritiladi. Yangi tartibga ko'ra, kuryerlik jo'natmalarining 1 oy uchun o'rtacha qiymati $200 etib belgilangan. Tahlillarga yuzlanadigan bo'lsak, 2024-yilda olib kelingan jami xalqaro kuryerlik jo'natmalarining 86%ni $100 bo'lgan jo'natmalar tashkil etadi. Bu esa jismoniy shaxslar endilikda yangi norma doirasida 1 oy davomida o'rtacha 2 tadan 5 tagacha xalqaro kuryerlik jo'natmalarini bojsiz qabul qilishlari mumkinligini anglatadi. Alohida e'tibor qaratish lozimki, mazkur norma jismoniy shaxslarning shaxsiy ehtiyojlari uchun olib kelinayotgan tovarlarga bojsiz olib kirish me'yoridir. Bu cheklov yoki taqiq hisoblanmaydi. Ya'ni jismoniy shaxslar o'zlarining ehtiyojlari uchun bundan ortiq qiymatdagi tovarlarni olib kirishlari ham mumkin. Bu holatda qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i hamda import bojxona boji o'rniga soddalashtirilgan tartibda yagona bojxona to'lovini to'lagan holda olib kirishlariga ruxsat etiladi. Bojxona qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bir yil o'tgan 2024-yilda chegara bojxona postlaridagi yashil yo'lak orqali harakatlangan qariyb 1200 nafar jismoniy shaxslar tomonidan 21 milliard so'mga yaqin shaxsiy ehtiyoj niqobi ostidagi tovarlar tijoriy maqsadda olib o'tilayotgan holatlari aniqlangan. Bunday qonunga xilof holatlar ayniqsa kuryerlik jo'natmalarida ancha katta miqdorni tashkil etgan. Raqamlarda ko'radigan bo'lsak, aynan xalqaro kuryerlik jo'natmalarining hajmi 2024-yilda 2020-yilga nisbatan 5-6 barobarga oshgan. Jo'natmalar soni esa 10 barobarga oshganini ko'rishimiz mumkin. Xalqaro kuryerlik jo'natmalari orqali 2023-2024 yillarda qariyb 10 milliard so'mlik tovarlar shaxsiy ehtiyoj uchun niqob ostida olib kirilayotganligi aniqlangan hamda bojxona organlari tomonidan to'xtatib qolingan. Bojxona tahlillariga ko'ra, ayrim yo'lovchilar bir yilda o'rtacha 100-150 tagacha parvozlar amalga oshirgani kuzatilgan. Ularning umumiy soni birgina poytaxt aeroportida 500 nafar, respublika bo'yicha esa 10,000 nafarni tashkil etmoqda. Fuqarolarning bu kabi tezkor safarlari notijoriy niqob ostidagi tijoriy tovarlarning ichki bozorlarimizga hech qanday to'siqlarsiz va bojxona to'lovlarsiz kirib kelishini karasiga oshirmoqda. Shu bois bojsiz olib kirish me'yorlaridan foydalanish muddatlariga ham o'zgartirishlar kiritilmoqda. Endi shaxsiy ehtiyojlar belgilanishi uchun
Havo yo'nalishida bo'lsa, fuqarolarimiz chet elda 3 kundan kam bo'lmagan davrda bo'lishlari talab etiladi. Avto yo'nalishida esa yoki temir yo'l yo'nalishida harakatlanganda esa 2 kundan kam bo'lmagan davrda bo'lishi talab etiladi. Bu esa ayrim fuqarolarimizni chegaradan tez kesib o'tib, tijorat maqsadida tovarlarni olib kirilishini oldini oladi. Bu kabi amaliyot xorijiy davlatlarda ham bor. Yangi tartiblar tashqi savdo ishtirokchisi bo'lgan fuqarolar tomonidan turlicha baholanishi mumkin. Ammo kengroq iqtisodiy manfaatlar nuqtai nazaridan qaralganda, bu o'zgarishlar qonuniy faoliyat yuritayotgan biznes vakillari uchun teng sharoit yaratish va davlatning ichki bozorda sog'lom raqobatni yaratish maqsadlariga mos qadamdir. Iqtisodchilar Markaziy bank, soliq va bojxona qo'mitalari hamda Respublika tovar xomashyo birjasi ma'lumotlariga asoslanib, O'zbekistonning barcha hududlarida tadbirkorlik faoliyatini chuqur tahlil qilib bormoqdalar. Biznesni o'rganishdagi bunday kompleks yondashuv barqaror iqtisodiy muhitni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu mamlakatning iqtisodiy dinamikasiga ta'sir etuvchi fundamental qonuniyatlar ustuvorligini ta'minlash imkonini ham beradi. Shu nuqtai nazardan soliq tushumlarini baholash alohida ahamiyatga ega, chunki ular iqtisodiy faollik, investitsion jozibadorlik va tadbirkorlik tashabbusining ko'rsatkichidir. Muxbirimiz mavzuga kengroq to'xtaladi. Monitoring natijalariga ko'ra 2025-yil mart oyidagi respublika soliq tushumlari 2024-yilning shu davriga nisbatan 19.6% ga o'sib, ijobiy dinamikani ko'rsatgan. Ushbu o'sish tadbirkorlik faoliyatining mustahkamlanganligini tasdiqlaydi. Mulk solig'i ham 21.1% ga oshdi. Bu ko'chmas mulk bozorining barqarorligini va aktivlar qiymatining o'sganini ko'rsatadi. Tashqi iqtisodiy faoliyat sohasida ham sezilarli o'sish kuzatildi. Bojxona to'lovlari bo'yicha tushumlar 15% ga oshdi. Ushbu ko'rsatkich xalqaro savdo hajmining o'sishi, mamlakatning eksport salohiyatini kengayishi va jahon iqtisodiy jarayonlariga integratsiya ortganini tasdiqlaydi. Soliq tushumlarining tahliliy natijasida bir qator ijobiy tendensiyalar ko'zga tashlandi. Xususan Toshkent viloyatida 49.5% ga, Namangan viloyatida 40% ga, Andijon viloyatida esa 39.9% ga, poytaxtimiz Toshkentda 49.6% ga o'sish qayd etildi. Shunday qilib ta'kidlab o'tish kerakki, daromad solig'i tushumlari 20.3% ga oshdi. Bu bevosita aholi bandligini o'sayotganini, ish haqining oshayotganini va fuqarolarning xarid qobiliyati ortayotganidan dalolat beradi. Yana bir ma'lumot. 3-oyda tovarlar eksporti ijobiy dinamikani davom ettirdi va o'tgan yilning shu davriga nisbatan 7.1% ga o'sdi. 2025-yil mart oyida berilgan kreditlar hajmi 2024-yilning shu davriga nisbatan 53.7% ga ko'paydi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, xususiy sektorning faol rivojlanayotgani yangi tadbirkorlik subyektlari sonining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Bundan tashqari tovar birjasi savdosida ham ijobiy dinamika kuzatilmoqda. Tahlil qilinayotgan davrda O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasida tuzilgan bitimlar hajmi 30.8% ga o'sdi. Samarali kreditlash va moliya bozorlarini faol rivojlantirish iqtisodiy o'sishning asosiy omillari hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan birja operatsiyalari va kreditlash hajmining o'sishi tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlaydigan va investitsiyalarni jalb qiladigan barqaror moliyaviy infratuzilmani yaratishga yordam beradi. Prezident farmoni bilan 2025-yilda 30 trillion so'mlik davlat aktivlari va yer uchastkalarini sotib, kamida 10 trillion so'm tushumni ta'minlash vazifasi qo'yildi. Davlat ishtirokidagi korxonalarni tashkil etishga 2030-yilgacha moratoriy joriy qilindi. Bozorlar va savdo majmualari ustav kapitalida hokimlarning majburiy ishtirok etishi to'g'risidagi talab bekor qilindi. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti ekspertlari 2025-yilning mart oyida ikkilamchi bozorda avtomobillar narxining o'zgarishini tahlil qildilar. O'rganishlarga ko'ra, mart oyida mahalliy ommabop avtomobillarning barchasi arzonlagan. Lyuks avtomobillar narxi ham pasaymoqda. Elektromobillar narxi pasayishi ham tezlashgan. Markaziy bank asosiy stavkani 14% darajasida o'zgarishsiz qoldirdi. Regulyator 2025-yilda yuqori iqtisodiy faollik hisobiga yalpi ichki mahsulot o'sishi tendensiyasi davom etib, yil yakunida 6% atrofida shakllanishini prognoz qilyapti. Bunda xususiy investitsiyalar iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlovchi omil bo'lib, tovar va xizmatlar taklifining ortishiga xizmat qiladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonning 2024-yildagi iqtisodiy faoliyati natijalari bo'yicha so'nggi hisobotida islohotlarni izchil amalga oshirish muhimligini ta'kidlab, ayniqsa fiskal barqarorlik, tashqi savdo va davlat siyosatini modernizatsiya qilish sohalarida erishilgan yutuqlarni qayd etgan.
Milliy statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, respublikamizda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 120,4 trillion so'mni tashkil etdi. Ko'rsatkich o'tgan yilga solishtirganda 15,9 trillion so'mga yoki 7,9% ga o'sgan. O'zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlar hajmida eng yuqori ulushga ega bo'lgan investor davlatlar: Xitoy 33%, Rossiya 10%, Turkiya 5,2%, Saudiya Arabistoni 4,7% ni qayd etgan. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha havo transportida tashilgan yuklar hajmi 13,9 ming tonnani tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2024-yilning mos davri bilan solishtirganda tashilgan yuk hajmidan 31,9% ga ko'p. 3 oyda O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi hajmi 17,3 milliard AQSh dollariga yetdi. Mazkur raqamlar o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda 1371 million AQSh dollariga yoki 8,6% ga oshgan. Iqtisod 24 dasturining bugungi sondan o'rin olgan mavzu hamda tahlillarimiz ana shulardan iborat edi. Keyingi yakshanbada, ya'ni efir orqali ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.